Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Makxjm. Bugungi videoda MyStack serverida survival rejimida kreditni eng tez olish yo'llarini ko'rib chiqamiz. Unda boshladik do'stlar. Va bu King sovg'asini olish do'stlar. Bu King sovg'asini olish uchun bu yerga turamiz va do'stlar, bu joyda 15 sekund turganimizdan so'ng bizga shu joyni sovg'asini beradi. Ya'ni nechtadir kredit va pul. Bu juda oson, lekin samarasiz va juda sekin usul hisoblanadi. Va do'stlar, bizda keyingi usul. Va keyingi usulimiz bu parkur usuli bo'lib, bunda siz juda ham tez pul va kredit ishlab olishingiz mumkin, lekin bu o'rtacha samaraga ega bo'lgan usul hisoblanadi, chunki bu hamma yangi playerlar uchun oson bo'lmasligi mumkin. Sababi do'stlar, o'zim ham uncha parkurda mana yaxshi sakra olmayman do'stlar. Osh sakrab ko'ramiz. 8, 9, 10, 11. Hop do'stlar, mana do'stlar, ko'rib turganlaringdek $50 bizga qo'shdi. Har 10 ta sakraganimiz uchun $50 dan va 30 ta sakraganimiz uchun qanchadir random miqdorda kredit berilar ekan do'stlar. Hop sakraymiz va do'stlar, nechta qilamiz? 20 ta qilamizmi? Albatta do'stlar, 20 ta qildik va tushib ketdik do'stlar. Mana do'stlar, ko'rib turibsizlar, bundan pul topish juda ham oson. Bizning eng samarali bo'lgan uslubimiz bu lucky block qazib olish do'stlar. Bu lucky blocklarni qazish orqali do'stlar biz juda ham ko'p pullarga ega bo'lishimiz mumkin. Mana do'stlar, $50 dan hozircha tushyapti do'stlar. Buni buzganimizda hatto 100 ming so'mlab pullar tushishi ham mumkin do'stlar. 10 mingga bundan ham ko'plari tushgan menga do'stlar. Va do'stlar, bu serverda sizlarning ko'zlaring bu gadjetlarga ham tushishi mumkin. Bular orqali sizlar mana shunaqa o'yin-kulgi qilishlari mumkin do'stlar. Do'stlar, mana men 10 mingga to'plab oldim va tag enable deb yozamiz, ya'ni soliq tizimini yoqamiz va tag pay 10 mingni yozamiz do'stlar. Tag. Hop do'stlar, boshqasi yozilib ketyapti. Tag pay va 10 ming deb yozamiz do'stlar. 10 ming deb yozganimizdan so'ng bizga do'stlar 70 ta kredit berdi do'stlar. Va yana do'stlar, taxtni o'chirib qo'yamiz. Chunki sizlar minusga kirib ketib qolishinglar mumkin do'stlar. Shuning uchun o'chirib qo'yishni maslahat bergan bo'lardim. Va kovlashni davom etamiz. Do'stlar, endi men sizlarga bu orqali nimalar qilish mumkinligini ko'rsatib beraman. C-shop deb yozasizlar va sizlar har xil uylar sotib olsanglar bo'ladi va boshqa narsalar. Mana do'stlar, bu uydan bitta sotib olamiz. Hop do'stlar, buni sotib olgandan keyin bularni albatta qo'yib ko'rish kerak. Hop do'stlar, buni qo'yib ko'ramiz, bittasini bo'lmasam. Do'stlar, bo'lmasam buni betga qo'yamiz, ha. Va uje do'stlar, qurishni boshlashdi mana quruvchilar. Do'stlar, bunaqa narsalar menimcha hech qaysi serverda yo'q bo'lsa kerak, ustida yaxshi ishlanganini ko'rinib turibdi do'stlar. Xo'p, bularni qurishini kutib turamiz, ungacha bu joyda aylanib turamiz. Do'stlar, mana qurilib bo'ldi, lekin sal noto'g'ri qurib qo'yibmiz. Mayli do'stlar, mana do'stlar, bunaqa chiroyliligini ko'rib turibsizlar. Menimcha qo'lda qurish juda qiyin bo'lsa kerak. Do'stlar, va bu serverda albatta pravallar shopi mavjud do'stlar. Menimcha hech qaysi serverda yo'q bu do'stlar. Bu yerdan sizlar fly sotib olsanglar bo'ladi do'stlar. Fly tushunyapsizlarmi? Bu serverda TP sotib olsanglar bo'ladi. Do'stlar, mana men hatto men ham TPni ishlata olmayman. VIP donatlilar TPni ishlatisha olmas ekan. Mana do'stlar, donatdan ko'rishim mumkin. Do'stlar, men sotib olgan pravamni ishlatib ko'raman. Okey, bo'lmasa kimga TP qilib ko'ramiz. Короче, random odamga teleport qilamiz. Va do'stlar, ko'rib turibsizlar, hech qanaqa bu TP accept qilishi keragi yo'q. TP aspect, короче, do'stlar, bilmayman nima deb o'qilishini. Hop do'stlar, mana bu odamga TP qilib olamiz. Do'stlar, bu o'chirib qo'ygan ekan teleport qilishni. Do'stlar, nimagadir omadimiz kelmayapti, hech kimga teleport qila olmayapmiz. Ya do'stlar, yana bitta o'rinni ko'ramiz, bu oxirgisi bo'ladi. Mana do'stlar, do'stlar, kreditni oldida paydo bo'libmiz, как раз do'stlar. Okey, bo'lmasam yana bitta narsa do'stlar, bundan sizlar do'stlar 100 ta yutib olishinglar mumkin, 50 tasidan do'stlar. Case ochib ko'ramiz, bo'lmasam do'stlar, C-shop va do'stlar, case shopga kiramiz. Bu yerda do'stlar, ko'rib turganlaringdek har xil caselar bor va do'stlar, donat case ham bor do'stlar. Bemalol donat ham sotib olsanglar bo'ladi do'stlar. Hech qaysi serverda yo'q hali bunaqa narsalar. Omadimni qaranglar do'stlar. 100 ta chiqdi do'stlar, qoyil, lekin video olmasimdan oldin 100 talar birini buncha chiqara olmadim.
Hop do'stlar, yana C shop qilamiz va do'stlar bu yoqda pul shop. Sizlar bu yoqda pul sotib olsanglar bo'ladi o'zlaringni a, shu tokenlaringga, kreditlaringga do'stlar. Va do'stlar, sizlarga men Pravala shopini yaxshilab obzor qilaman do'stlar. Va do'stlar, bu yerda repair time hamma barchasi mavjud. Hattoki game mode kreativ ham mavjud. Game mode spektator rejimi ham mavjud ekan do'stlar. Faqat bizga helix san'ati kerak bo'lar ekan. Hop do'stlar, vanish, fly, hammasi speed, hammasi bor do'stlar. Sizlar donatorlardan farq qilmagan holda o'ynashinglar mumkin. Lekin bu minusga kirib ketadigan bo'lsa do'stlar, sizlar hattoki spavnga ham borolmay qolishinglar mumkin do'stlar. Hop do'stlar, men speed sotib oldim do'stlar. Okey, sizlar ham bemalol sotib olib o'ynasanglar bo'ladi shunaqa qilib kuchayib do'stlar. Bu serverda donator player degan narsa yo'q do'stlar. Bemalol donatorlar qiladigan ishni sizlar ham qila olasizlar do'stlar. Do'stlar, shu bilan videomiz tamom bo'ldi do'stlar. Hammaga rahmat videoni ko'rganinglar uchun do'stlar. Serverga kirish esdan chiqmasin. IP tepada turibdi yoki opsiyaniyada video nomida ham mavjud do'stlar. Hammaga xayr. Yana do'stlar, sizlarga eng samarali usulni aytish esimdan chiqibdi. Buning uchun bankka borasizlar va o'z nomlaringga kredit rasmiylashtirasizlar va bemalol kreditni olib ishlatishinglar mumkin.